tandirni zo'rni qiladigan joy. Eng svejiy tandir go'sht shu yerda bo'lar ekan. Joylashtirdik bluzani. Mana Ko'ksaroyga ham yetib keldi. 5000 dedingizmi? Can I some interview from you? Yoshlikdan shu yerga kelishni niyat qilishgan ekan. Bu yerda Hazrati Imom masjidi qurilishi, mana eshiklarni ham ko'rishingiz mumkin. Katta chinor daraxti bor ekan. Bu daraxtlarga ham ancha-muncha vaqt bo'lgan. Hindistondan kelgan mohir ustalar tomonidan chizilgan. Shuni ichiga qo'yibmiz. Bu yoqqa kelib, masjiddan olsangiz bo'ladi. Mana Qashqadaryo viloyatiga ham kirib keldi. Tandirni zo'rni qiladigan joy, Katta Tosh degan joyda turibmiz. Endi men sizlarga kichkinagina savolim bor. Qashqadaryo bilan bog'liq bo'lgan savol. O'zbekiston viloyatlarining ichida tug'ilish koeffitsiyenti katta viloyat qaysi deb o'ylaysizlar? O'zingizlar kommentariyada yozib ketinglar. Ko'rsatuvning oxirida aniq javobni biz aytib ketamiz. O'zimda olib qaraganda bu yoqning havosi ham o'zi anaqa vidlari ham, tabiati ham boshqacha, ajralib turibdi. Samarqanddan kirib kelishimiz bilan o'zgarishlar katta betdi. Hozir tandir go'shti mazasini ko'rib ko'ramiz. Original joyda sizlar bilan bo'lishamiz o'zlarimiz. Mana biz hozir Katta Tosh kafesiga kirdik. Hozir bu yerda biz tandir go'shti mazasini tatib ko'ramiz. Sizlar bilan bo'lishamiz mazasi qanaqaligini. Lekin O'zbekiston bo'yicha mana Qashqadaryoliklar biladi. Shu yerda eng toza tandir go'sht shu yerda qilinadi. Kelinglar, sizlar ham shuni mazasini ko'rib ko'ringlar. Mana bu yerda ham manirovka qilib qo'yishibdi. Kuniga 30 ta 40 ta qo'yib pishirishar ekan. Mana go'shtingiz ham keldi. Mazasini ko'ramiz. Mana pishgan holatini ko'rsanglar bo'ladi. Suvni qaranglar chiqishini. Bunaqa holatda tandir go'sht topish qiyin. Eng svejiy tandir go'sht shu yerda bo'lar ekan. Va Toshkentga borgungacha qotib qolar ekan. Mazasi gap yo'q, zo'r, haqiqatda beshbaho. Mana hasblari. Mana o'rtoqlar Katta Toshdan ham chiqdi. Budjet o'zi 210 ming bo'ldi. Shu ikkita odam bemalol to'yadigan darajadagi tandir go'sht. Hammaga rekomendatsiya qilamiz. Kelinglar, yeb baho berib ketinglar. Mana hozir Shahrisabz shahriga kirib keldi. Ko'ksaroy maydoniga qarab ketyapmiz. O'sha yerdan hozir lavha qilamiz sizlarga. Ko'rishguncha o'sha yerda. Mana Ko'ksaroyga ham yetib keldi. Hozir ichiga kirib lavha tayyorlaymiz. Bizlar bilan birga bo'linglar. Qarang aka, mana bu toba oldin karvonsaroy bo'lgan. Bega karvon to'xtab namoyon. Bu qo'limizdagi masjid, eski masjidlardan biri. Mana bu obida hammom, bitta shamga qiziydi deyishgan hammom. Bitta shamga qizib, suv tushgan suv ketganini hech kim bilmagan. Endi bu 3 ta obidani bitta yoqqa joylashgani sababi hammomga tahorat qilib, karvonsaroyga dam olib, masjidga namoz o'qib, karvon yana yo'lga davom etavergan. Shuning uchun 3 tasi birga shu joyga joylashgan. Chap qo'limizdagi bozor bo'ladi. Chorsu bozori. Oldin savdo sotiq bo'lgan, bir obod bo'lmagan payti. Hozirga bir makin sotib qo'yilgan. Nima uchun Chorsu deyishgan? Chor degani to'rt degan ma'no anglatadi. To'rt deyishiga borligi uchun Chorsu bozori. 1970-yilga ekilgan chinorlar ham bor.
Hamma sardoba, ular suv to'plangan bu yerga. Hop, hop. Hop, bo'ldi. Mana 5000 dedingizmi? Bejiklar o'zi? Bilet. Ha. 5000 ekan bilet. Bet nima funksiya bajargan bu zdaniya? Bu yer Amir Temurda oilaviy Rasadxona. Ha. qabrda xullas. Ha. Ikkita o'g'illar qabrlari bor bu yerda. O'zlariga atab qo'ygan sag'alalari bor. Ikki qo'yilmagan. Ha. Ular kredit paytlarida qidirgan. Tushunarli. Masjidga o'tkazda o'sha asrda qo'ygan chinor daraxtlari. Amir Temur. Qatta masjid. Ichkaridan? Past aylanasiz. Daxmaga to'g'riga borasiz. Mana bunaqa tabiatsa bor. Olgan o'tkazda pastga tushasiz. Aha. O'ng tarafga labirint ichi Umar Shayx Mirzo Hazratlari qabrlari bor. Mana bu chap tarafga xoli Jahongir Mirzo Hazratlari. Bo'ldi. O'g'illarniki ekandi. Bu yoqqa keldi, bet Amir Temur oilalariga atalgan qabriston ekan. Bu yerga ikkita o'g'illari qo'yilgan ekan. Mana shu ustozlari, o'zlarini yaqinlari mana shu yerga qo'yilgan ekan. O'zlariga ham atab joy qilib qo'yishgan ekan, lekin endi hammamiz bilamiz, Samarqandda go'rlari. O'shaning uchun o'zlari niyat shut bo'lgan ekan, qabr qilish. Shu hozir bir aylanib chiqamiz, kichkinagina qisqacha qilib bor ma'lumotlarni aytib ketamiz. Che ignoranza questo gruppo, guardi. And the right side and the left side, there was a lot of Arabic words from the Quran books, Ok. some surah. Che è una originale, non è uguale. No, per noi è una pietra questa. Questo È più di 800 anni. Pico risparmia sopri. Buonasera. Can I some interview from you? Yes, please. I am blogger, local blogger, maybe. Where are you from? Italy? We come from Italy. Okay. When do you come here and do you like this here and emotions, some emotion about? We went here, we went in Uzbekistan on 27 of April and we are going back home on 7 of May. Okay. I personally like a lot this country. Yeah, I'm good. very excited for sightseeing and what I have seen today. I see, good. Very happy for this. All of them. All of them, it's Yes, we are one. 16 travelers from Italy. Yeah. Good, good. And we already visited Tashkent, Mukus, Khiva, Bukhara, Samarkand. We are visiting now Shahpur's house. Is there a airway from Italy direct to Tashkent or no? No, we flew from Istanbul. Okay. There was no direct connection. Good. And we are returning home from Samarkand International Airport to Istanbul. Then Istanbul, Rome, or Milan, depending on the flight. Yeah, I see. Good. Thank you. Bye. You're welcome. Very happy. Masjid aylanayotganda italiyalik sayyohchilarni ko'rib qoldi. Ular bilan ozgina suhbat qildik. Ular atidan gruppa bo'lib shu yerni ko'rgani kelishgan ekan. Endi ular primoy bu yoqqa Italiyadan kelishmabdi, через Istanbul kelishibdi. Ularga juda ham qiziq ekan bu tarixiy obidalar. Ularni ko'pchilik masjid ma'lumotlarni ular maktab programmalarida o'tib, yoshlikdan shu yerga kelishni niyat qilishgan ekan. Shunga bizani yonimizda bo'lsa ham ko'pincha bizni kelishga vaqt topa olmaymiz. Mana chet eldan necha ming kilometrdan kelib, shu yerlarni ziyorat qilib ketishyapti. Agar vaqt topa olsanglar, kelib ko'rib ketinglar, juda ham qiziq holatlarni ko'rasizlar. Mana bu Jahongir
Mirzo maqbarasi Amir Temur o'g'illarini qo'yilgan joylari. Bu Shahrisabzda joylashgan ko'k gumbaz tagida. Bu yerda Hazrati Imom masjidi kiruvchi, mana eshiklarni ham ko'rishingiz mumkin. Necha yuz yilga eshiklar o'sha paytdan beri qolib ketgan. Ichkarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Katta chinor daraxti bor ekan. U daraxtlarga ham ancha-muncha vaqt bo'lgan. O'sha paytlarda qurilganda mana shu daraxtlar ham ekilgan. Qalinligidan ham o'zi bilsa bo'ladi. 3-4 ta odamni quchog'iga sig'maydigan darajada kengligi daraxtlar turibdi. Uni ham mana oldiga kelib tomosha qilsak bo'ladi. Mana ekilgan vaqt. Mana bu yerda ham hozir ko'rib chiqdik, boshqa obidalarni ko'rgani ketyapmiz. Qani ketdik. Qisqa ma'lumot kerakmi yo to'liq ma'lumot kerak? To'liq qilib aytavering. Kirib kelgan joylaringiz Dori tilovat majmuasi deyiladi. Ya'ni Qur'on tilovat qilingan muntazam ravishda 14-asrda bu yerda va o'g'il bolalarga Qur'onni mukammal darajada o'rgatilgan. Tashqaridagi hujralar yotoqxona hamda darsxona vazifasini bajargan. Umumiy o'quv zali bo'lgan. Bu yerni bitirgandan keyin o'z ilmlarini boshqa yerga targ'ib qilishgan. Amir Temurning birinchi ustozlari Shayx Shamsiddin Kulol va otalarining maqbarasi, birinchi maqbara. Amir Temur Temurbek deb ismni aynan Shayx Shamsiddin Kulol qo'yganlar. Shayx Shamsiddin Kulol Amir Temur otalarining ham ustozlari bo'lgan va farzandlik bo'lganlarga ustozlarga bag'ishlaganlar va u kishi Temurbek deb ism qo'yganlar. Amir Temurning buyuk kelajagi borligidan, buyuk hukmdor bo'lishidan u kishi bashorat qilganlar. Ya'ni tug'ilishigada Amir Temur 1370-yil o'z hukmronlik davri boshlangandan keyin shaharsozlik ishlarini olib boriladi. Birinchi bo'lib ustozlariga va otalariga atab qurdirgan maqbara mana shu bo'ladi. Otalari 1360-yil vafot etadilar, ustozlari esa 1370-yil vafot etadilar. Otalar vafot etsam ustozim poygaga dafn qiling deb u kishi vasiyat qilganlar, lekin u kishi ustozlaridan oldinroq vafot etganlari uchun u kishini xohlarini olib kelib shu poygaga dafn qilinadi. 14-asr sag'anasi, ya'ni qimlatilmagan. 2000-yilda UNESKOga tasarrufiga kiritilgandan keyin qayta ta'mirlangan ko'rinishi 1373-74-yillarda mana shu maqbara qurdirilgan Amir Temur tomonidan. Amir Temur ustozlarga juda ham hurmatlari baland bo'lgan. Chunki u kishiga duo berganlar, har bir g'alabalariga ustozlari sabab deb bilganlar va keyingi g'alabalariga ham u kishini qabrlarini ziyorat qilmasdan harbiy yurishlarga chiqmagan Amir Temur. Keyingi maqbara esa Temuriylar davrida qurilgan Gumbaz Saydon maqbarasi deyiladi, ya'ni Saidlar maqbarasi. Saidlarda payg'ambarimiz avlodlari tushuniladi. Amir Temur payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom avlodlariga juda ham hurmatlari baland bo'lgan. Abul Maoli Termizlik u kishi Said payg'ambarimizning 18-avlodlari bo'lib, jiyanlari bo'ladi. Amir Temur juda ham hurmatlari baland bo'lganini u kishining xarajatlari Amir Temur tomonidan qoplanadi. Faqat ilm, ziyo, ma'rifat tarqatishgan u kishi. U kishining avlodlari, shogirdlari shu yerga faoliyat olib borishgan. Endi savol tug'ildi-da shu yerda. Shayx Shamsiddin ustozlari nima soha bo'yicha ularga ustozlik qilganlar? Amir Temurga ilm, ma'rifat faqat. Diniymi yoki dunyoviy? 7 yoshlarga Qur'onni mukammal darajada bilganlar, 7 yoshlarga mukammal darajada bilganlar, mana shu darajaga yetishlariga Shayx Shamsiddin Kulol hissalari katta. Abu Bakr Tayyobiy ikkinchi ustozlari, birinchi ustozlar Shayx Shamsiddin Kulol bo'ladi. Tushunadi. Endi Said payg'ambar Gumbaz Saydon, Saidlar maqbarasi deyiladi. Amir Temur o'sha payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom avlodlariga juda ham hurmatlari baland bo'lgan. Termizdan u kishini ko'chirib olib kelganlar. Shu yerga qolib ketganlar. Amir Temur vafotidan keyin ham ular qaytib ketishmagan Termizga. Shu yerga qolib ketishgan. O'g'li Shohruh nabirasi Mirzo Ulug'bek tomonidan ularning xarajatlari qoplangan. Shu yerga ilm, ma'rifat, ziyo tarqatishgan. Ko'rib turganingiz Ko'k Gumbaz jome masjidi Markaziy Osiyodagi eng katta gumbaz, mahobati juda kattaligi bilan farq qiladi. Boshqa yerda shunaqa kattalikdagi gumbaz, maqbara boshqa yerda qurdirilmagan.
ichkariga kirib Qur'on tilovat qilsangiz keyin davom ettiramiz. Yarasha noyob xususiyatlarga ega bo'lgan. Shu quduqda suvdan ichib, keyin harbiy yurishga ketgan. Bu quduq suvni ichmasdan harbiy yurishga Hozir ham suv bormi? Bugungi kunda suv yo'q, ya'ni suv pastlab ketgan. Lekin buzdirib tashlanmagan. Azon minorasi qayta ta'mirlangan ko'rinishi. 5 vaqt to'liq namoz ado etilgan vaqtda shu azon minorasidan foydalangan. Diqqat bilan qarasangiz, shahar qarang pastlikka joylashgan. Rezina bilan chiqib keldingizlar. Shahrisabzning eng yuqori nuqtasiga joylashtirilgan. Otalari hamda ustozlarga hurmat yuzasidan eng yuqori nuqtasiga mana shu yerga so'nggi manzillarini qo'yishgan. Gumbaz jome masjidi 1934-35 yillarda Amir Temurning eng sevimli nabirasi Mirzo Ulug'bek tomonidan qurdirilgan, bobosiga atab qurdirgan, otasi Shohruh nomidan. Gumbazni yuqori qismiga Baqara surasi tushirilgan. Bu yerda qurilishida 2000 dan ortiq ustalarning qo'l mehnati tomonidan yaratilgan, ya'ni texnika taraqqiyotsiz aslida qarang, juda chiroyli ko'rinishda. Gumbazni ichki va tashqi qavatni qalinligi salkam 10 metr, ya'ni yerdan balandligi 36 metr. Ichki qavatni esa 26 metr. Ko'rib turibsiz, bu gumbaz nihoyatda mahobatli gumbaz hisoblanadi. Eshiklari uzun davriniki emas, ya'ni bizning tariximiz, madaniyatimiz 18-asrda yetarli darajada zarar yetgan. Rahmatli Islom G'aniyevich Karimov tomonidan bizning tariximiz, madaniyatimiz birinchi rahbar bo'lib tayinlangandan keyin 1980-yil qayta ta'mirlangan ko'rinishi. Oltin suv bilan yoritilgan mana ravoqlardagi qolganlar esa aynan uzun davrinikiga qaratib o'xshatma qilib qilingan. Erondan hamda Hindistondan kelgan mohir ustalar tomonidan chizilgan. Mana bu yoqdagisiga qarasangiz, aynan o'sha davrniki. Aynan 15-asrnikidan yodgorlik bo'lib qolgan. Mana Ko'k saroy majmuasiga ham yetib keldi. Ko'rishingiz mumkin. Eng birinchi holiga nisbatan bor yo'g'i 5%, 6% qismi butun qolgan. Qolgan hamma joy chizilib, yuvib ketgan. O'zi bu Ko'k saroy majmuasini balandligi 40 metr bo'lgan. Bu degani bunaqa qurilishdagi qadimgi binolardan eng baloni shu bo'lgan. Amir Temur o'ziga rezidensiya sifatida qurgan bu joyi. Ko'p hollarda elchilarni mana shu rezidensiyasida qabul qilgan. Oqsaroy, men adashdim, Ko'k saroy emas, Oqsaroy bo'ladi bu. O'shanga hozirgi holati shunaqa holatda, lekin buni agar birinchi qurilgan paytidagi holatini ko'rsak, Samarqandda ham, Buxoroda obidalardan ham balonroq, kattaroq joy bo'lgan, o'zi tegina olgandi. O'zi agar O'zbekiston aholisini oladigan bo'lsak, O'zbekiston aholisi 38 millionni tashkil qiladi. Bundan 51% erkak kishi, 49% ayol kishi bo'lyapti. Shunda dunyoni oladigan bo'lsak, dunyoda faqatgina ikkita regionda o'sish sur'atlari yaxshi bo'lib kelyapti. Hozir Afrikada shunaqa va Markaziy Osiyoda shunaqa. Shulardan bittasi O'zbekiston, bizning davlat. Aholi soni oladigan bo'lsak, eng tez o'sayotgan, tug'ilish koeffitsiyenti baland bo'lgan region, viloyat o'zi bu Surxondaryo viloyati. Ikkinchi o'rinda Namangan. Surxondaryo viloyatida har bir ayol kishi uchun 3.5 tug'ilish to'g'ri keladi. Namanganda 3.4 bo'ladi. Mana bu yoqqa kirib kelgan Qashqadaryo viloyati 3 talikning ichiga kiradi, 3.3 ga kiradi. Shunaqa qilib eng tez o'sayotgan viloyatlar hozirgi paytda Surxondaryo va Qashqadaryo. Biz buni nima deymiz? Biz xursand bo'lamiz. O'zbek aholisi o'ssin, O'zbekiston aholisi rivojlansin, dunyodagi eng ko'p aholili davlatlarga aylanaylik, eng rivojlangan xalqqa aylanaylik. Shuni tarafdorimiz. O'shaning uchun Qashqadaryoliklar, Surxondaryoliklar to'xtamaylik, shunaqa tempda davom etaveringlar. Mana homiy yuzi tarafdan bekitiladigan sovg'ani ham tayyorlaymiz. 500 ming pulli. Mana hammanglarga omad. Kanal o'ziga podpiska qilinglar. Har bitta ko'rsatuvning oxirida bu narsani har kun qo'yib boramiz. Yaqinlarga jo'natib qo'yinglar, balki yaqininglarga nasib qilar. Keyin o'sha Telegram kanal o'ziga ham podpiska qilib qo'yinglar. Erta lokatsiyalarni tashab qo'yamiz.
Mana joylashtirdik pluzani. Mana shu Oqsaroy majmuasidan o'ng tarafda joylashgan parkovkani oxirida mana bu yerda o'sib turgan mana kustmi, sada deymizmi, shuni ichiga qo'yibmiz. Bu yoqqa kelib, mana shu yerdan olsanglar bo'ladi. Sal tikonlari bor ekan, ichiga tushdi. İchidan olasizlar. Hammaga xayr. Xudo xolisa Qarshida ko'rishguncha. Qarshi shahriga ham yetib keldi. Cho'poncha yeyishga keldi. Bu haqiqiy erkaklarning ovqati mana. Bizning budjetimiz 148 ming bo'ldi. Qal'ani otini Qarshi qo'yib, shu paytdan boshlab Qarshi deb Qarshi shahar bo'lib ketgan.